Bilaman hammani YouTube'dan allaqaydagi lutuvozlarning gapini olib o'zingizga vibe yokida qanaqadir motivatsiya olasizlar. Bu narsa meni ham boshimdan o'tgan, men tan olaman. Men sizlarga hozir tavsiya qiladigan kitobimni sizlar bitta o'qisanglar, bu kitobni ichidan oladigan motivatsiyani hech qachon o'lmaydi, umuman o'lmaydi. Bu kitob Walter Tevisning Qirolichaning yurishi kitobi. Adib meni o'ylashim bo'yicha shaxmatni просто tak bitta bahona qilgan, uni ichida ketayotgan voqealar, uni adib yetkazib berayotgan narsa bu wow, ishoning wow. Tasavvur qiling, jahon chempioni, ya'ni ko'z oldingizda o'sgan ota-onasi yo'q, yetim bitta xunuk qiz jahon chempioni. Ma'lum bir sohada bu shunaqa katta daraja men tasavvur ham qila olmayman. Bu kitob xuddi shu Qirolichaning yurishi Walter Tevis. Bu sotuvda ham bor, best seller, O'zbekistonda ham yaqinda tarjima qilinibdi. Men 19 kunda tugatdim.